Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu videoyimni poydevor deb nomladim. Xudo xolasa katlamanimizni taxminiy joyini belgilab turib, shu yerdan turpoqni olib, u yoq tomondagi poydevorlarimizni ustiga yoyib olyapmiz. Ya'ni poydevorimiz qanchalik mustahkam va baquvvat bo'lsa, uyimizning imoratni shunchalik umri uzoq bo'ladi. 16 tonnalik katoy bilan xudo xolasa bostiramiz, tepasidan 30 sm yoki 20 sm shag'alni yotkizib, trambovka qilib yana 16 tonnalik yuk bilan, vibratorlari bilan keyingina tepasidan podushka hamda betonlarimizni boshlaymiz. Podvalimiz ham qisman tayyor bo'lib qoladi xudo xolasa. Ungacha o'zidan chiqqan turpoqni o'ziga zasifka qilamiz. Agar qayta zasifkaga shag'al Trekda shag'al berilgan bo'lsa, shag'al qilamiz. Kanalimizga kuzatishda davom etinglar. Like mixlab ketinglar.